Friends. Tabiiy ta'm. Do'stlar bilan birga har dam. Futbolda ba'zi lahzalar bor. Ular nafaqat o'yinni, balki millionlab odamlarning bolaligidagi orzularini himoya qiladi. Bitta zarba, 1 sekund va bitta odam. Butun stadionning nafas olishi to'xtaydi. Mana shu odam tarix bilan gol orasida 28 yil turgan inson. U sahnaga qarsak uchun emas, mas'uliyat uchun chiqqan. Bu Gianluigi Buffon. Futbolning so'nggi romantigi, zamonaviy futbolning so'nggi qalqoni. Buffonning hikoyasi shovqin bilan boshlanmagan. U jim, xotirjam Italiya shahri Carrarada tug'ilgan. Shahar marmari qattiq, lekin uning bolaligi yumshoq edi. Sportchi ota-ona, intizomli muhit, tartib va mehnat. Aynan shu narsa Gigi'ni yo'lga boshladi. U avval yarim himoyachi edi. Ha, bugungi afsona o'sha paytda Pirlo bo'laman derdi. O'yinni boshqarishni xohlardi, ammo taqdir uni boshqa joyga qo'ydi. 12 yoshda asosiy darvozabon jarohat oladi. Murabbiy esa Gigi'ni bo'yiga qarab, uni darvozaga qo'yadi. O'sha kuni u 11 ta zarbani qaytardi va Gigi birinchi marta tushundi. Men hujumchi emas, men odamlarning umidini himoya qiladigan insonman. Men bolaligimda darvozabon bo'lishni xohlamaganman, lekin hayot ba'zan seni o'zing tanlamagan joyga olib boradi. O'sha birinchi o'yinda men o'zimni topdim. To'pni qaytarganimda atrof jim bo'lardi. O'sha jimlik menga yoqdi. Chunki o'shanda men kimligimni his qilardim. 13 yoshda Parma akademiyasiga qabul qilingani o'sha paytda kichik shahardan chiqqan bola uchun orzu emas, balki sinov edi. Parma o'sha paytdagi eng kuchli akademiyalardan biri va yosh Buffon shu akademiyada bir zumga ko'zga tashlandi. 1995-yil, 17 yosh, San Siro, Milan, Parma. Baggio, Veya, Maldini, Boban barchasi uning qarshisida turardi. U esa hali maktabni bitirmagan bola. Ammo Buffon qo'rqmadi. Faqat maydonga chiqdi va Italiyaga yana bir bor saboq berdi. Hali tug'ilmagan afsonalar ham bo'ladi. O'yin 0-0 tugadi. Buffonning seyflar haqida eshitganlar keyinchalik uni temir nervli bola deb atashdi. Parma davri Gigi'ning birinchi oltin bobidir. 1999-yili 3 ta kubok. UEFA kubogi, Italiya kubogi va Super kubok. 21 yoshda Yevropaning eng yaxshi 3 darvozabonidan biri. Parma menga jasorat berdi. Men u yerda katta futbol qanday bo'lishini o'rgandim. Maydonning hidini, muxlislarning qo'shig'ini, mag'lubiyatning og'rig'ini, hammasini. Parma menga shuni o'rgatdi. Agar sen qo'rqmasang, hayot seni mukofotlaydi. Rekord transfer. Juventusga o'tish. 2001-yil. Juventus Buffon uchun 52 million yevro to'laydi. Bu darvozabon uchun tarixdagi eng katta summa edi. Dunyo hayron qoldi. Aqlsiz transfer, hali juda yosh, bunga arzimaydi deyishdi. Lekin Juventus bitta narsani ko'rgan edi. Talantni emas, xarakterni. Buffon Turin shahriga kelgan kuniyoq shunday dedi. Men bu yerga kuboklar olish uchun emas, balki tarix yaratish uchun keldim. Va u boshidan oxirigacha shunday qildi. Juventusga kelganimda odamlar mendan natija kutdi. Ular menga katta ishonch berdi. Men o'sha pulning og'irligini his qilardim, lekin o'sha bosim menga yoqardi. Men har kuni o'zimga bu klub senga ishonmoqda, endi sen ham uni himoya qil derdim. Buffon faqat o'ynab bermadi. U Juventusning qalbiga aylandi. 2002-2003-yil ketma-ket Scudetto'lar. 2003-yil Yevropa Chempionlar Ligasi finali. Buffon Milanga qarshi 3 ta penaltini qaytaradi. Biroq Juve baribir yutqazadi. O'sha finaldan keyin Gigi'ning maydonda tiz cho'kkan holati juda ko'p odamlarning yodida. Bu mag'lubiyat ko'z yoshlari emas edi. Bu jamoasini xafa qilganidan vijdon og'rig'i edi. U futbolni shon-shuhrat uchun o'ynamas, balki shon-sharaf uchun o'ynardi. U har bir zarbada shuni isbotladi. Men darvozabon emasman. Men jamoaning oxirgi qalqoniman. Old Trafforddagi o'sha final. O'sha kun menga bir narsani o'rgatdi. Haqiqiy kuch mag'lub bo'lib ham tik turishda. 2006-yil Italiya futboli portladi. Juventus Serie B'ga tushirildi. Eng katta yulduzlar klubni tark etdi. Ammo bir odam qoldi, Buffon. Jurnalistlar hayron bo'lishdi. Gigi, nega ketmadingiz? U shunday dedi. Men faqat quvonchni emas, balki og'riqni ham baham ko'radigan insonman. U Serie B'ga tushdi, lekin oromini yo'qotmadi. Bir mavsumda Juve yana Serie A'ga qaytdi. Buffon afsona maqomiga chiqdi. O'sha yillarda men o'zimga shuni aytdim.
Agar sen sadoqatni faqat g'alabalarda ko'rsatsang, unda sadoqat emas. Men qolishni tanladim, chunki Juventus meni hech qachon yolg'iz qo'ymagan. Buffon terma jamoa uchun tug'ilgan inson edi. 1997-yildan 2018-yilgacha Italiya darvozasini himoya qildi. 176 o'yin. Eng yorqin lahza 2006-yil Germaniyadagi jahon chempionati. Yarim final. Nemislarning uyida. Ballik, Podolski, Kloze barchasi Buffon tayyorlagan devorga urildi. Berlin finali. Zidan bilan to'qnashuv. 120 daqiqa jang, so'ng penaltilar. Trezegening zarbasi ustunga tegadi. Buffon tiz cho'kadi, ko'zlari yoshga to'ladi. Bu quvonchning yig'isi edi. Lekin 2017-yil San Sirodagi yig'i og'ir edi. Italiya jahon chempionatiga chiqa olmadi. Buffon 39 yoshda terma jamoa bilan xayrlashdi. Stadion tik turib uni olqishladi. Hatto raqib bo'lmish shved muxlislari ham. Azurrilar formasini kiyish bu sharaf. Ba'zan dunyo seni quchoqlaydi, ba'zan esa sindiradi. Lekin men hech qachon pushaymon bo'lmadim, chunki men yuragimni berganman. 2018-yil Buffon PSJga boradi. Ko'pchilik tamom, karyera yakunlandi dedi. Lekin Buffon hali jonli afsona edi. U Parijda ham kuchli o'ynadi. 2019-yilda Juventusga qaytadi. 41 yoshda ham o'sha darvoza oldida turar edi. Hamon tinch, hamon qat'iyatli. 2021-yil Parma. U boshlagan joyiga qaytdi. Futbol aylanasini o'zi sharaf bilan yopdi. Parma menga hayot bergan joy. Men o'sha joyga qaytganda o'zimni uyda his qildim. Ba'zan inson aylanani yopishi kerak. Men o'zimni baxtli his qilgan joyda yakunlashni tanladim. Buffon raqamlardan iborat emas. Garchi 1150 dan ko'proq o'yin, 10 ta Scudetto, bitta jahon chempionligi. Lekin bu faqat statistika. Asl Buffon jamoani ko'taradigan, yoshlarni himoya qiladigan, mag'lubiyatdan keyin birinchi bo'lib boshqa futbolchini bag'riga bosadigan inson. U kuchli ovozga ega emas, kuchli qalbga ega edi. Uning merosi futbolga sadoqat, mehnat, halollik va doimiy kurash bo'lib qoladi. Men hech qachon super qahramon bo'lishni xohlamadim. Men shunchaki yaxshi inson bo'lishni istadim. Futbol menga ko'p narsani berdi. Men esa unga javoban eng toza shaklda qaytarishga harakat qildim. Bugun futbol maydonlarida yuzlab darvozabonlar bor, ammo faqat bittasi bor, orzularni himoya qilgan darvozabon. Buffonning eng katta seyflaridan biri to'pni qaytarishi emas. Uning eng katta seyfi yoshlarga bergan ishonchi, umidni saqlashi va sadoqatni o'rgatishidir. Gigi Buffon shunchaki ism emas, futbolning qalbi. Tarix bilan gol orasida turgan abadiy dev.